Hamma videoda oxirigacha ko'rsak, ko'pchilik narxini aytmayapti. Sizlar boshida narxlarni aytasizlarmi degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa sizlar uchun maxsus video tayyorlayapmiz. Hamma oxirigacha ko'rsalaring narxini aytamiz, arzon aytamiz, u bu qilamiz deyshadi, lekin biz obunachilar uchun xudo xolasa boshida reyslari bilan narxlarni aytamiz, keyin shart-sharoitlarini hammasini birma-bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bugun Hikmat Travel Abdug'affor akani oldiga yetib kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli podpисчиlar. Aka, ko'pchilik oxirigacha ko'rsangiz aytamiz deyishyapti. Ko'pchilik aytayapti, keyin qimmat aytishyapti deyapti. Biz shu ajralgan holda boshida aytsak bo'ladimi aka narxini? Xo'p, bo'ladi uka. Sanalari bilan narxlarini aytamiz, keyin shart-sharoitlarga o'tib ketaveramiz. Tushundim men sizni. Aha. Xo'p, Toshkent Jidda primoy reysimizni iyul-avgust oyiga reyslarimiz ochilgan. Hozir iyul oyiga chislolarni aytib chiqaman Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, 6-iyul, 9-13, 16, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Toshkent Jidda primoy reysimiz. Buni narxini $995 qilib beramiz. Biz obunachilar uchun xudo xolasa. Endi biz vodiydan ketamiz deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz bor. Bularning chislolari xo'p 3-7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 va 31-iyul kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $1025 qilib beramiz. Farg'ona Jidda primoy reysimiz. Toshkent ham primoy reys, Farg'ona ham primoy reys. Mana ko'pchilar oxirigacha ko'rsa narxini aytamiz deyshadimi? Biz boshida aytganimiz uchun ham bitta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysinlar. Xudo xolasa har kuni shunaqa eng oxirgi narxlar chiqib boradi. Endi sharoitlarini tushuntirsak aka, bitta. Xo'p, bo'ladi. Madina Munavvarada Yasinzamizning nomi Divan al-Hijra. Yasinsa nomi 200-300 metr uzoqligi. Xo'p, Makka mukarramada Sama al-Misk Yasinsamizning nomi 800 metr uzoqligi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvara sayohatlari, Makka mukarrama sayohatlari, Qizil dengiz sayohati buni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, 50 bosh xizmati. 50 bosh xizmati xudo xolasa iloji boricha 50 boshimiz aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi va vizalarni qo'llarga chiqarib beramiz. Bundan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi. Yana bitta bonus sifatida qo'shib beriladi. Endi qanaqa to'lov qilamiz? To'lovlar nimalar qanaqa deydiganlar uchun respublikamizning 3 ta viloyatida ofislarimiz bor. Xohlasa ofisga kelib to'lov qilishsin, rasmiy kassalarimizga kvitansiyalarni olib ketishadi. Xohlasa onlayn qilishsin. Unisidan muammo yo'q. Xohlaganlar shu yozib qo'ygan nomerimizda Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqishsa, to'lovlarni qabul qilib, pasportlarni olib, joylarni bron qilaveramiz. Zo'r. Xo'p, ofislarimiz o'sha aytganimizdek Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Qaysi kimga yaqin bo'lsa kelib ofisimizga to'lov qilinglar xohlasalar onlayn joylarni bron qilishlari mumkin. Zo'r. O'zlari borib ofisni ko'rib turib, haqiqiy ishonaman deganlar uchun borib to'lov qilishadi. Yo'q, men uzoqroqdaman, onlayn to'lov qilaman deganlar uchun shu pastda nomerlar qoldiryapmiz. Telegram, WhatsApp hamma narsalari bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laroq, xudo xolasa hisob raqamlar hammasi beriladi. To'lov qilasizlar, aeroportga borganda xudo xolasa bonusli narsalarni ham qo'shib beriladi. Vizalarni qo'llariga beriladi. Shunaqa ekan. Xudo xolasa mana pastda nomerlar turibdi. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel litsenziyaga ega bo'lgan kompaniyadan xudo xolasa bemalol umra safariga borishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar.